ikki uchi r radiusli aylana ustida, qolgan ikki uchi esa shu aylanaga o'tkazilgan urinma ustida yotuvchi kvadrat berilgan. Kvadratni diagonallari uzunligini toping. Hop, aylana markazi O nuqta shu yerda joylashgan bo'lsin. Demak, urish nuqtasiga radius tushiramiz. Hop, bu perpendikulyar bo'ladi, aylana radiusga teng. Kvadrat tomonini 2x bilan belgilasak, hop, bu yergacha bo'lgan masofa x ga teng, bu yergacha bo'lgan masofa x ga teng bo'ladi, kvadrat bo'lgani uchun. O nuqta bilan kvadratni bir uchini solishtirsak, bu ham bizda aylana radiusga teng. Bu bitta nuqta. Bu yerdan kvadratni yon tomoniga perpendikulyar kesma tushiramiz. Bu perpendikulyar, bu kvadrat bo'yicha perpendikulyar, bu ham perpendikulyar. To'g'ri burchakning qarama-qarshi tomonlari teng, bu ham kvadratni tomoniga teng x. Hop, jami bizda kvadrat tomoni 2x ida, bu yerda radiusga teng bo'lsa, bu tomon ham radiusga teng bo'ladi. Natijada bu kesmamiz 2x minus radiusga teng. To'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasi. X kvadratga 2x minus radiusning kvadrati radius kvadratiga teng. X kvadrat plus 4x kvadrat minus 4x radius plus radius kvadratimiz o'zaro yechib ketadi bular. Hop, 5x kvadrat teng 4x radiusga x larni qisqartirib olsak, x imiz teng 4 ta radius taqsim 5 ga. Bu birinchi ish. Ikkinchisi, kvadratning diagonal uzunligi tomon 2x bo'lsa, 2 ildiz 2 x ga teng. 2 ildiz 2 ko'paygan 4 taqsim 5 radius. Buni hisobladigan bo'lsak, demak 1,6 ildiz 2 ta radiusga teng.